Bir hojaga aytibdilar. Alloh o'g'limga bir tavfiq berib ibodatga kirdi. Ajoyib, juda odobli ibodatga kirgandan keyin yana ham odobi ziyoda bo'lib, kelib kechqurun ovqatdan keyin onasini ham, meni ham oyog'imni uqalaydi deydi. Endi masjidlarda domlalar aytganda deydi. Keyin qarasam bir kuni deydilar, namoz o'qishi boshqacharoq. Mana shunda qo'lini ko'ksida qilib namoz o'qiyapti. Keyin o'g'lim, ilgari sen bunaqa namoz o'qimasding. Nega bunaqa o'qiyapsan? Domlalar birortasi bunaqa o'qimaydi-ku. Ada qo'yavering debdi. Namoz o'qiyapman-ku debdi. Keyin deydi, nasihatimni olmaydigan bola bo'ldi deydi. Oldin deydi, ko'chaga chiqsa duo bilan chiqmasa, duosi chiqmasa deydi. Kelib har kuni kechqurun qayerda ishi bo'lsa ham darrov kelib oldimizga o'tirib, keyin duoni olib, bir ko'rinish berib, suhbat qilib, keyin uyga kirib ketardi deydi. Ertalab bizadan so'ramasdan chiqib ketadigan bo'ldi, kechqurun kech